Baba dehqonlar, mana shu karamimiz o'tgan oyda fevral oyini 6-mi 7-kuni 6-kuni boshlaganmiz. 7-kuni mana shu yerda turib bitta video olgan edim. Videoda -2 gradusda yerlarda oq quruq borligida, ko'chatlarda shunday chuqurlarga, uyachalarga tashab qo'yilgan joyida bugun chislamiz 7-fevral. Kechqurun -2 gradus sovuq bo'ldi. Yerlarda oq quruq, oz-moz muzlagan yerimiz 1,5 soat, 1 soatdan keyin qo'yib yuboradi. Muzlagan yerga karamni qo'yib ko'rib ekib ketilyapti muzlagan joyga. Hop. Allohga tavakkal. Endi ko'karib ketishini ko'ramiz qani. Ko'karib ketishini ko'ramiz. Mana bu yoqdan ko'chatni tashashib, bu yoqdan ekib ketishdi. Bu kilenki olib qo'yilganda, ekib kilenki olganda oq quruq bo'lib yotibdi bulardan. So'g oladimi, olmaydimi, Alloh biladi endi. Allohga tavakkal ekilyapti. Bugundan kechqurunlari ham plyusga o'tadi havo. Kecha shu yerdan shag'ini mana ekib o'rgandik, ekib o'rab, suvlarini ochib qo'ygandik. Allohga tavakkal. -2 gradusda mana karam ekyapmiz deb qisqagina video qilgan edim. Mana o'sha sovuqda ekilgan karamlar. Karam 1-2 gradus sovuqqa chidaverar ekan. To'g'mi eksalaring bo'laveradi. Mana o'zimni tajribamdan o'tdi. Endi -2, -3 graduslik sovuqlarda mabodo ekib qo'ygan bo'lsam yo ekayotgan bo'lsam, shunaqa havo shunaqa sovuq bo'lib ketsa, qo'rqmas ekanman. Alloh o'zingga tavakkal deb qo'yib turib ekaverar ekansizlar, xudo xolasa. Qolgani Allohdan. Bunaqa qilib bo'lish, bo'lmasligi hammasi Allohdan. Sog' bo'linglar, hammalaring dehqonchilaring doim chiroyli, ko'zni quvontiradigan, daromadli, serdaromad bo'laversin. Yo'q, bunaqasiga aylanib ketsam, sizlar faqat kelib qolarkansiz.